Assalomu alaykum bizning kanalning kattaluvchilari. Bugün biz Namangan şehrinde Ermika tovuq bozorida olmoqda ko'ruvchilar. Bu yerda tovuq bolarini O'zbekistonda Namangan shahrida qanday savdolar bo'ladi, o'shalar jönündə biraz bo'lsa da ma'lumot berib ketildi, to'g'ri chechdik. Ko'ngil qo'yib, unda ko'ringizlar. Akvaryumda görüntü mü ya? Onun tavaylı mı? Tam. Bu ne iş bu la ki? Yamburski. Buna ne iş bu para? 650 lira. Brekel Cerebro. Şu turşu $100 değil. 3 plus 1 iken ha? Evet. Avustralop. Buna kattalar da. İnkubatörler bilen samodelniy. Ne iş bulan aga bu? 650 misal. 1200 misal. Hattası. Uzun aylandıralım mı? Suyu geçmiş. Lataklar çıkın iş bulan. 80 bin sonunda lataklar. Şabo. Ne iş bulan aga bu? Mana jipi 1 milyon aka, bu 600 ming. Bu ikkisi 800 ming. 800 bin, 1 milyon, 600 bin değil. Sizde aka tuxumlari bo'ladimi buni? Yo'q. Onları var ki. Iskurukda. To'playdi. Ha, var öyle de bu. Eskuruk ne iş bulun? 600 ming uchtasi komplet aka. Assalomu alaykum. Ne iş bulan aka? Aka 100dan beraman. Mana adlı. 100 binden değil. Rapolla 500 ming. Bolları hammasi bularmi? Ha. 500 bin değil. Mana nishkul qildi deysiz. 120 ming bu. Ben tamdan ne iş bulan ki? Yetamlar 200 ming. Ştuk ha? 200 bin. Assalomu alaykum. G'ozlar ne iş bulan ki? Bozma akada. G'ozlar ne iş bu? Bozma 250 lira. 250 bin yani g'ozlar. Qancha oldi aka? Oldingizmi? Qancha deyapsiz? 300 ming. Cho'ja kerak? Cho'ja. Jersey. Qara shoxda da o'zi. Assalomu alaykum. Pavlinda qanchadan aka? 2 milyondan kemi bor. Ha? 2 milyondan kemi bor. Juk o'zi bittasi ha? Xo'rozi bular? Horoz kelasi. 2 milyondan kami bor. Necha yashar bular? Mosi 2 yashar, tulovda. Hmm. Bular 3 yashar. 2 milyondan kemi bor. Pavli. Brekeller qancha? Necha pul? Necha pul? Meniki emas. Seniki emasmi? Oka, mana oka. Ha. Nasıl bura? Brekeller necha pul? 600 ming deyapmiz aka. Jup ha? Ha, yo'q, bitta xo'roz bitta mak yo'q. Tuxumlayapti aka. Ne? Ha. Dehqonchilik aka, ilib sotarmasman.
Yaşları qanday bularmi? Yaşları. Yaşımı? Yaşı ha. Yaşı yosh aka bu. Mana xo'roz qisini ko'ring. Bu yilgi cho'chak ekan. Просто bukunlab turibdi aka. Hozir endi mana akvarium istikajaga o'tdik. Shu yoqda dag'i baliqlarni tartib ko'rsatamiz. Mana guppini 30 mingdan. 130 ming. Ular 20 mingdan. Ularni qo'li tozada. Bo'ladi ham bir xil berilish. Ha, ha. Menda chorniy mamax bor. Quyruqlar uzun. Baloqamiz hali ham. Buni dammo, hamon. Quloqlari kattalashadigan. Ha. Mana modasan uni. Narmodami yo? Yo'q, o'sha qo'g'ini ichsa ana endi Nechi puldan bular? 60 mingdan. 25 mingdan. Ko'paytirgansiz-ku buni. Buni anaqasi Dofniyami? Aka? Ota-onasi bormi? Dofniyami? Ko'paytirganingiz. Nechi pul paket? Balıklar nechi pul aka? Nechi puldan balıklar? 5 mingdan 15 minggacha. $15 minggacha. Bularchi mechin usta. Ular jup 30 mingdan, mana 10 mingdan. Eng chekka 5 mingdan. Bakın vallahi hiç bildiğiniz. Danioch. Hani 10 mingdan. Guppilarimiz, bizning guppilarimiz Bular nechi puldan? 5 mingdan. 5 ming. 5 mingdan. 5 ming. Hammasi 5 mingdan. Bularcha? 10 mingdan, 10 mingdan, 10 mingdan. 15 mingdan. 15 ming. Gurami mana? $35 mingdan ekan mana. Hurmatli bizning kanalning qatnashchilari, yana ko'ruvchilari, shuni bilan biz Namangandagi Yermika tovuq bozorini oyog'iga chiqamiz.